London aka qo'lda bering. Noyabr oyiga 24 kun vaqt qoldi. Naqd tushirib berasiz yurtdoshlarimizga. Olyapsizmi? Bo'ldi, olyaptilar aka. Qancha qilib bering? Shu bering aka. Xo'p. 1100 dollar dedingizmi? 1100 dollar. Shu berasiz aka bugun. Xo'p. Chunki yurtdoshlarimiz ota-onam joydamandir Rossiyada ishlashyapti. Albatta. Tojikistondan ko'rishyapti. Albatta. Pensiyani to'playotgan hojonalarim bor, o'shlar Bor. uchun talashyapman. Shu Bo'ldi. bering aka. Aloqaga chiqsin tushib beraman. Shu berasiz. Albatta. Hech bunaqa berasiz. Bir kishi bo'lsa ham, 5 kishi bo'lsa ham 1030 dollardan qilib beraman. Do'stlar, 1030 dollardan noyabr oyida. Aka keling, o'tiring. Batafsil bitta ma'lumot beraylik. Aka 1030 dollar qilib berdim deb ertaga gastinsani masofasini uzoq qilib sayohatlar yo'qotib bermaysiz. Yo'q. Hammasi o'sha to'lovning ichida hozirgi aytilgan gaplar ichida bo'ladi. Xo'p, do'stlar, men sizlarga hozir to'liqroq ma'lumot berib, yana bitta narsa. Mana bu narsalar bonusmi? Bonus. Mana shu Firmamiz tomonidan albatta. bejigi, Kamzili, sumkasi hammasi bonus. Yana tem bo'ling. Litsenziyamiz ham bor, albatta. Do'stlar, xudo xolasa, mana shu litsenziyaga ega Centrum Holding kompaniyasi 014 litsenziyasiga ega. Hozir Glavniy ofisdan sizlarga video olib berishga harakat qilaman. Ungacha bitta like bosib qo'ychi. Men sizlar uchun talashyapman, hojada. Chunki o'g'lingiz Rossiyada ishlayapti. Yo bo'lmasa, o'zingiz oylab, yillab to'plagan pulingizni ishonchli turfirmaga ishlarni topshiring. Aka, savollarni birinma keltirib beraman. Iltimos qilib qolamanki, sizdan o'zi bir marta yolg'on eshitmaganmiz. Faqat aytib qo'yish vazifamiz. Albatta. Yolg'onsiz, yashirsiz borini aytaylik. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada qancha masofada gazingiz? Xo'p, gazinsalar masofamiz 200-250 metrda Madinada, 1,5-2 kilometrda Makka Mukarramada. 1,5-2 kilometr Makka Mukarramada. Albatta. O kasaba chiqargan videongizni xuddi shu gapni aytdingiz. Hali siz o'zgarmabdi. Yo'q, o'sha gap. Ha, iloyim. Sayohatlarimiz necha joylarga borishadi? Xo'p, sayohatlarimiz juda ko'p. Madinada ham, Makkada, hatto Qizil dengizigacha sayohatimiz bor. Qizil dengizgacha shunaqa ichida bor. Albatta. Eng qizig'i 50 boshimiz doim birga bo'ladi. 50 bosh doim birga. 50 boshimiz aeroportdan ketishdan boshlab kelgunigacha 50 boshimiz borib keladi, birga. Do'stlar, xudo xolasa ko'ryapsizlar. Men sizlar uchun talashyapman. Bitta like bosing shunga. Amin deb qo'ying. Men bu shahardanman. Men bu oyga bormoqchiman. Bu kamchiliklaring bor degan kommentariyani yozib qo'ysiz, biz o'sha kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilaman. Aka, necha mahal Madina Munavvarada, necha mahal Makka Mukarramada taomlari Xo'p, Madinada o'zbek milliy taomlari bo'ladi. 2 mahal obed ujinimiz. Xo'p, 11 kun Makkada esa 3 mahal zavtrigi bilan o'zbek milliy taom Makka Mukarramada 11 kun davomida bo'ladi. Aka, bizni Tojikistondan, qo'shni davlatlardan juda ko'p odam ko'radi. Men buni kommentariyalarda aniqlaganman. Masalan, o'tgan safar kommentariyaga yozinglar, sizlar qayerda ko'ryapsizlar desam, juda ko'pchilik Rossiyada ko'ryapman. Albatta, musofirda yurganlar. Alhamdulillah. Meni obunachilarim har doim faol bu narsaga. Ha? Ma'lumot berishadi. O'shuning uchun ular qanday joylarda bron qilishadi, qanday to'lov qilishadi va Centrum Holding'da o'zi litsenziya olinayotganda qanaqa shartnomaga imzo qo'yilgan, qanaqa to'lovlar bo'lishi kerak tartib qoidasi. Xo'p, bizda hozirda Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bemalol Telegram yoki WhatsApp orqali aloqaga chiqsa bizga o'sha zarur narsasi Zagran pasportlari. Zagran pasportlarni taqdim qilishadi. Biz ularga o'sha Centrum Holding'da bank shot raqamlarini tashlab beramiz. Bank shot raqami albatta qonuniy, hamma yo'q. Bank orqali yoki nima deydi? Aeroportda ham to'lov qilsa bo'laveradi. Ha, shu darajada albatta ishonamiz. Biz yurtimizdagi musofirdagilar yurayotgan barcha nimalarimizga, aka-ukalarimizga ishonch tariqasida aeroportda ham to'lovni amalga oshirsa bo'laveradi. Narxlarda aytdik, sharoitlarda aytdik. Men siz uchun talashdim. Hoji aka, siz videoda ko'ryapsiz. Men yana qaytarib aytaman. Siz videoda ko'ryapsiz. Eng asosiysi sizga video chiqdi. Niyatingizni amalga oshirish uchun. Telefon qilmang, boshqa qilmang, kommentariyada yo telefon qilib ma'lumot oling. Yo mendan ketasizmi, yo bag'dan ketasizmi, umuman farqi yo'q. Sizni videongizni ko'rib, masalan, energiya oldim, ota-onam uchun sabab bo'lib qoldi deganingizda qalbingiz yumshagan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Ya qalbingizga yo yuzingizga tabassum bergan bo'lsam, xursand bo'laman. Aka, video tugatsam deyman. Tezroq qo'ying. Hojona, hojatalar, Rossiyada ko'rgan do'stlarimiz, Tojikistondagilar ko'rib tezroq videoga qilasin, chunki vaqt oz. Siz bilan ertaga kelishimiz o'zgarib qolmasligi kerak. Telefon qilishlari kerak. Telefon qiling. Mana shu gapni tushunadi, telefon qiling. Kechasi telefon qilib bir boshlarini ortib oling. 24 soat ishlayman dedilar. Albatta. 24 soat kechpa 12 da bir 12 telefon qilaman, u bilan ketaman deng. Hojada salomat bo'linglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApp nomerlari ishlab turibdi ekan, joylaringni bron qilib olinglar. Sizlar bilan har doim
Centrum Holdings kompaniyasi bilan. Albatta, rahmat hammaga.